Divanda maza qilib televizor ko'rib o'tiradigan zalimizdan boshladik obzorimizni. Bu bo'lsa parlament novostroykasiga kelganmiz. Xonsaroydan 6-kvartalda joylashgan 5-etaj 16 etajli domimiz. Общий kvadraturamiz 54 kvadrat ekan. Bu yerga chiqqanimizda prixожий zonasi, chiroyli garderobniy shkaf qilib qo'yishgan ekan. O'ng qo'limizda bo'lsa совмещенный sanuzelimiz joylashgan. Koridordan to'g'riga yuradigan bo'lsak, o'ng qo'limizda полностью укомплектованный kuxnyamiz joylashgan. Endi oxirgi xonamiz bo'lsa, spalnyamiz bo'ladi. Spalnyamizni ham ko'ryapsizlar. Katta va bemalol ekan. O'zini 9 kvadratli balkonchiki ham bor ekan. Uyimizni narxini $85,000 deyishyapti. Ipotekaga $60,000 ham ko'rsatsanglar bo'ladi. Qolganini naqd berib, yana ozgincha savdolashsanglar ham bo'ladi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.